men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Cumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman. Yaratganimizdan doim so'rab, mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak, albatta bizlarni yo'limizni ochib beradi va hech qachon hech kim mana shu yurtda Xudoning nazari tushgan shu yurtda hech kim hech qachon kam bo'lmaydi bolalarim. Eshitinglar shuni. Ak yurgakka o'ragansan o'zing bizni, ak yurib oqtaragansan o'zing bizni. Beshigimiz uzra bedorona bo'lib, kunimizga yaragansan o'zing bizni. Ak yurgakka o'ragansan o'zing bizni, ak yurib oqtaragansan o'zing bizni. Beshigimiz uzra bedorona bo'lib, kunimizga yaragansan o'zing bizni. Adoy bo'lgan seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Xudoy bo'lgan seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Sakingar joningga, alpomushlar ruhiy yor har o'g'loningga. Gulday o'pib asragaymiz ostonangni, yovlar yaqin yo'lolmagay qo'rg'oningga. Adoy bo'lgan seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Fidoyi bo'lgan seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston.